bir uyga kirib, uyning qoq o'ttirisiga selingan bir dasturxonni ko'rdingiz. Dasturxon unchavala mo'lma emas. Ustida bir burda non, ozroq zaytun va bir stakan suv bor. Ajaba, biri bu dasturxonning tasaddibi o'zligidan shundoqli paydo bo'lib qolganligiga sizlarni qoyil qila olamdi? Ajaba, butun dunyodagi kishilar birlashib bu dasturxonni hech kim tayyorlamadi. O'zicha mushundoqli paydo bo'lib qoldi desa, sizlar ishonamsizlar? Yoki bu kishilarning hammasiga kulib qo'yamsizlar? Albatta ishonmay, kulibli qo'yisizlar. Chunki bir dasturxon har qancha oddiy bo'lsa-mu, o'zligidan paydo bo'lib qolishi mumkin emas. Endi mundoq so'rab boqaylik. Ajaba, eng oddiy bir dasturxonmi o'zligidan paydo bo'lib qolmagan yerda yer yuzi dasturxonining o'zligidan mushu holatga kelishi mumkin bo'larmi? Shundoq. Bu dunyo shundoq bir mehmonxonadirki, yer yuzi uning bir dasturxoni, bahor fasli bo'lsa, u dasturxonning bir dasta gulidir. Her bir bog'chini bir qozon desak, bu dasturxonda millionlagan qozonlar bor. Her bir daraxtni bir qop desak, bu dasturxonda milliardlagan qoplar bor. Hasal harilari bu dasturxonning tatliq turumchisi. Dengizlar bu dasturxonning yangi go'sht ombiri. O'shkilar, qo'ylar va inaklar bu dasturxonning sut buloqlari. Yer yuzidagi butun insonlar bu dasturxonning mehmonlaridir. Mushundoq bir dasturxonning tasaddibi paydo bo'lib qolishi va har maxluqning o'ziga loyiq rizqni mushu dasturxondan topa olishi mumkin bo'larmi? Yer yuzi shundoq hashamatlik bir dasturxondirki, bir bahor faslida dunyoyimizga avatilgan yemekliklarni agar kuchimiz yetsa, vagonlarda to'shib boqsak, bu vagonlarning uzunligi yer shari bilan oy orasidagi musofaning 130 hassiga, yer shari bilan quyosh orasidagi musofaning 3dan 1 hassiga to'g'ri keladi. Bundoq bir poyezni faqat ustida to'xtatish uchunla hozir bor bo'lgan poyez yo'llaridan 40 hassa uzunlikda relis yasashga majbur bo'latdik.